Assalomu alaykum. O'zbulloq YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Toshkent viloyati Zangati tumanida joylashgan mana shu 1 sotikdan 1 sotikdan 0.8 sotikgacha bo'lgan 2 qavatda qurilgan 100% pishig'ishda qurilgan xonadonlarni ko'rsatib o'tamiz. Sizlarga mana arzon uylarni ko'rsatishdan mana charchamayapmiz. Sizlar ham mana sotib olishdan charchamanglar. Hammaga nasib qilsin mana shunaqangi xonadonlarimiz. Bu yerda hozir qatorasiga 8 ta xonadonimiz tushgan. Qatorasiga mana 8 ta xonadonimiz tushgan. Mana shu egalari shu uylarni qurishgan. 2 qavatdan iborat, juda ham go'zal holatga keltirib qo'yilgan. 2 tomonga ochiladigan temir darvozalar o'rnatib qo'yilgan. Avtomobilni kirgizsak ham bo'ladi. Va undan tashqari ikkita avtomobilingiz bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu ko'cha polностью mana shu sizlarga qurilgan uylarga tegishli. Bu yerda ham avtomobilni qoldirsak bo'ladi. Bir yog'imiz mana dala, hozir qor yog'ib turibdi. Endi orientirlarga to'xtaladigan bo'lsam, sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, Toshkent shahri yangi Toshmi postidan 5 kilometrlar to'g'riga o'tganimizdan so'ng Oltintepa mahallasi chap qo'lga qayrilamiz. 50 deyilar ekan. 10 qo'llarda Havas nomli do'konimiz keladi. O'shandan ozgina o'tganimizdan so'ng yana 10 qo'lga kirganimizda mahallada joylashgan. Mana yo'llar asfalt qilinib kelgan. To'liq mana mavjud qolgan, xudo xolasa bu uylarni qurib bo'lib, hozir bitkazilgandan so'ng chiroyli qilib asfalt qilib beradilar uy egalari. Juda ham go'zal holatga keladi. Uy 100% pishig'ishda qurilgan, padoshka qilingan, faqat podvolimiz yo'q. Mana bu birinchi ko'rsatilgan xonadonimizda tupli pol tizimlari va 100% ta'mirlab ham qo'yilgan, faqat fasad taraflari qolgan. Qolgan xonalarimiz endi hozir chornovoy отделка holatida turibdi. Bularni chornovoy отделка holatida turgani bilan buni mana shu uy egalaridan kelishib olsanglar bo'ladi. 100% ta'mirlatib ham olsanglar bo'ladi. O'zingizlar material olib kelib, misol uchun uy ichkari qismini ta'mirlatib ham olsanglar bo'ladi yoki mana shu holatida sotib olsangiz ham bo'ladi. Demak, gapni ko'paytirmaymiz, xonadonga tashrif buyuramiz. Demak, xonadonning umumiy yer maydoni 1 sotiga ekan. Mana bu birinchi joylashganimiz, demak, 5 metrga 22 metrni tashkil qiladigan xonadonimiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. Hech kim buni 1 sotikda qurilgan deb o'ylamasa kerak. Juda ham go'zal holatga keltirilgan. Orqa hovlisi ham mavjud. Kirganimizdan so'ng mana shu yashil maydon qilishimiz mumkin bo'lgan hovlichamiz bor. Aytib o'tganimizdek, 2 tomonga ochiladi. Avtomobilni kirgizsak ham bo'ladi, mahalla qismida qoldirsak ham bo'ladi. Hovlida yomg'ir suvlari, gazonni suvlari toshib ketmasligi uchun mana traplar ham qilib qo'yilgan. Rakvinalar uchun mana jumraklar ham chiqarib qo'yilgan. To'g'rimizda esa 2 qavatli pishig'ishda qurilgan xonadonimiz bo'ladi. Xonadonning o'zi yer sathidan adashmasam bir 40 santimetrlar, 40 santimetrlarmi? 40 santimetrlar yuqoriga ko'tarib qo'yilgan. 2 tomonga ochiladigan mana bu alyumin profilli eshiklarimiz bor. Barcha mebellarni kirgizishlik oson bo'ladi. Aynan mana shu xonadonimizda mebellar ham o'rnatib qo'yilgan. Mana shu ko'rsatilgan narxda mebellarni ham qoldirib ketiladi. Endi esa xonadonga tashrif buyuramiz. Demak, mana hovli qismidan xonadonga tashrif buyurdik. Ko'rib turganingizdek juda ham go'zal holatga keltirib, ta'mirlab qo'yilgan. Kirganimizdan so'ng oshxonamiz o'ng qo'limizda joylashgan bo'ladi. To'g'rimizda bizda juda ham kattakon bo'lgan mehmonxonamiz joylashgan va u yerdan orqa hovliga ham chiqishlik imkoniyati bor. Birinchi qavatimizda bitta sanuzel xonamiz bor. Va mana bu o'rtada joylashgan joyimizdan bu ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinalarimiz o'rnatib qo'yilgan. Zinaning ostki tarafi esa kladovka qilib qo'yilgan. Juda ham keng va go'zal holatga keltirilgan, bu 100% ta'mirlangan holatdagisi. Aynan shu xonadonning o'zi ham sotiladi. Bu aslida showroom ko'rinishida qilingan. Xonadonga kirganimizda hamma birinchi qavatimizda ham, ikkinchi qavatimizda ham to'liq tepli pol tizimlari o'rnatilgan. Undan tashqari mana radiatorlarimiz ham bor. Yerlariga tarkib to'shab qo'yilgan. Patologlar finishli holati 330 ni tashkil qilar ekan, ya'ni balangina olingan, qandillar o'rnatib qo'yilgan, kuxnya mebellarimiz ham bor. Bularning hammasi qoldirib ketiladi. Bu yerda hech kim yashamagan, bu showroom holatiga keltirilgan va mana katta derazalarimiz bor, hovliga qaragan. Mana bu joyda esa televizorni o'rnatishligimiz mumkin. Devorlarimiz esa attachento bo'yog'i bilan bo'yab qo'yilgan. Patologlarimiz 2 qavatdan iborat, o'rtalarida LED lentalari bor va bir qancha tochniy svetilliklarimiz bor. Kengina bo'lgan, havo yaxshi aynalib turadigan joyda joylashgan xonadonimiz. Mana bu xonamiz sanuzel xona hisoblanadi. Bu yerda kotelniy boylerning xonamiz ham kombinatsiya qilib qoldirib ketilgan. Barcha narsalar o'rnatib qo'yilgan, traplarimiz ham bor, to'liq kafel qilib qo'yilgan. To'g'rimizda gaz orqali ishlaydigan duxkotli kotelimiz va undan tashqari suv isitgichlarimiz ham o'rnatib qo'yilgan. Bu esa tupli polni boshqarish qismi hisoblanadi.
Demak, to'g'riga o'tadigan bo'lsak, aytib o'tganimiz zina orqali ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz mumkin. Mana bu joyda fonuslar o'rnatiladi. O'zi shundoq ham yoriqqina yuqori qismida lyustramiz bor va undan tashqari fonuslar ham o'rnatsak bo'ladi. MDF zinalar qilib qo'yilgan va mana bu joyda esa kladovkamiz bor. Mana bu esa kiyimlarni ilib qo'yadigan jovonchamiz. Xolasak shu joyda qoldirsak bo'ladi, xolasak mana bu tarafiga olib o'tib qo'ysak ham bo'ladi. Ikki tomonga ochiladigan MDF eshikli mana bu mehmonxonamizga kirib kelish eshiklari bo'ladi. Juda ham keng bo'lgan mana mehmonxona qismimiz. Adashmasam bu 5 metrlarga, adashmasam 10 metrlarni tashkil qiladimi? Xullas juda ham katta va keng bo'lgan, bahaybat bo'lgan mehmonxona qismimiz bo'ladi. Bu ham o'sha attachinto bo'yoqlarida bo'yab qo'yilgan, juda ham go'zal, bejirimgina qilib qo'yilgan, neoklassik ranglardan foydalanilgan qandilimiz bor. Gap bo'lishligi mumkin emas. To'g'rida, demak, televizorni o'rnatib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda ham tufli pol tizimlari o'tkazib qo'yilgan va undan tashqari radiatorlarimiz ham bor. Konditsionerni mana bu joyda qoldiramiz, bu yerda tochkalar qoldirib ketilgan. Va to'g'rida orqa hovliga ham chiqishligimiz mumkin. Kengina bo'lgan orqa hovlimiz ham bor. Mana shunaqangi orqa hovlimiz, bu yerda gazon qilib qo'ysangiz bo'ladi va trap orqali yomg'ir suvlari, qor suvlari kanalizatsiyaga chiqib ketishligi mumkin bo'ladi. Bu hozir bizning birinchi qavatimiz edi. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarishligimiz mumkin MDF zinalarimiz orqali. Mana shunaqangi juda ham go'zal holatiga keltirib qo'yilgan xonadonimiz. Demak, ikkinchi qavatimizda bizda 3 ta xonamiz bor va bitta umumiy sanuzel xonamiz bor. Ko'tarilganimizdan so'ng o'ng qo'limizda bitta bolalar yotoqxonasi, undan so'ng yana bir bolalar yotoqxonasi joylashgan. To'g'rida esa kattalar yotoqxonasi, o'rtada esa umumiy sanuzel xonamiz joylashgan bo'ladi. Demak, mana ikkinchi qavatimiz. Bu bolalar yotoqxonasi, barcha mebellar qoldirib ketiladi. Shkaflar ham qoldirilgan. Havo aylanishligi uchun mana bu zina tarafga qaragan deraza tuynugimiz bor. Bu yerda ham tufli pol tizimlari o'tkazib qo'yilgan. To'g'ridagi xonamiz. Buni xolasak kattalar yotoqxonasi o'rnida, xolasangiz bolalar yotoqxonasi o'rnida ishlatsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana mebellarimiz o'rnatib qo'yilgan va orqa hovlimizga qaragan deraza tuynuklarimiz bor. Tufli poldan tashqari mana radiatorlar ham o'rnatib qo'yilgan. Koridori ham kengina olingan, adashmasam 1.60 larni tashkil qilsa kerak. Tufli pol tizimlarini esa mana bu joydan boshqarishligimiz mumkin. Mana bu o'rtadagi xonamiz, bu mana shu ikkinchi qavatdagi joylashgan umumiy sanuzel xonamiz, vanna holatiga keltirilgan, to'liq kafil qilib qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, rakvinalarimiz, unitaz va vanna qismimiz. Oynalar va undan tashqari mana quritgichlarimiz ham bu yerda mavjud. Trapimiz bor, ya'ni suv toshib ketadigan bo'lsa, trap orqali suv kanalizatsiyaga chiqib ketishligi mumkin bo'ladi. Juda ham bejirim bo'lgan MDF eshiklarimiz o'rnatib qo'yilgan. Mana bu esa kattalar yotoqxonasi hisoblanadi. Ikkinchi qavatda joylashgan mebellar o'rnatib qo'yilgan, shkaflarimiz bor. Televizorni esa mana bu joyda o'rnatishligimiz mumkin. Va undan tashqari konditsioner ham o'rnatsak bo'ladi. Juda ham go'zal manzara, qor yog'moqda. Mana bu o'rtadagi derazamiz ochiladi. Juda ham yoriqqina bo'lib turibdi. Kattalar yotoqxonasining alohida o'zining sanuzel xonasi ham mavjud. Mana bu alohida sanuzel xonamiz hisoblanadi. Dush holatiga keltirilgan, barcha sharoitlariga ega. Xonadon sizga ma'qul kelgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri uy egalariga bog'lanib, mana shu xonadonni sotib olishingiz mumkin. Bu yerda maklerlar ishtirok etmaydi. Xonadonni mana shu holatida juda ham go'zal qilib ta'mirlangan holatda mebellari bilan xonadon egalari arzon narxda sotishyapti ekan. Bemalol ko'chib kelib yashasangiz bo'ladi. Barcha kamchiliklarni hozir ustalar ishlayapti. Barcha kamchiliklarni ustalar hal qilib beradi. Undan tashqari bizda yana 6 ta hozir sotilmagan korobka holatidagi, chorniy oddelka holatidagi xonadonlarimiz bor. Sizlar bilan Uzblok YouTube kanali va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.